Hürmetlik vatandaş, bugünkü şeylerimizle başlayımız. Keçirinler. Sizlerine saklatıp koyduk bugün çislağa. 2021 yıl 10. ayının 21. günü. Çislağa 19 vatandaş. 6 gün, yani 8 gün. Desepti 3 gün, hiç kimse sezmegen gep 3 gün deyken. Öydekilerle birlikte göp dişi kıldık. Nait kattık tekken zukam. Hazır mı bütün bedenim sekrap duruyordu, urup taşlayıp etkendik. Yani bu benim vaziyetim, bunu sizlerge sözlemeydiysem 3 gün 4 gün yo'qolgan deyken nim bo'ldi degan mushundaq tabiiy qo'yildigan savolga javob berish to'g'ri keldi ekan. Hazır hararetin etqanda etdiganda qattiq so'qoq men turayotgan mushurayim Maryland shtatining dengiz bo'yi atrofida. Çüşten keyin bo'lib soat 10dan keyin havo ochilib ketdi, issiq. Mushu arliqda zukam paydo bo'ldi ekan. Hazır Amerikada nurg'un kishilar yutilyapti degan gapni angladim. Vatandoshim, Alloh hammanglarni salomat qilsin. Har qanday kasaldan sizlarni Alloh saqlasin. Bo'libmi zukamdan bu odamni avor qiladi. Ba'zida ham biz doktor emas, lekin zukam boshqa kasallarni keltirib chiqardi vatandoshlar. Hammamiz salomat bo'laylik. Xudo sizga bizga aytgan bir kun bordir. Xudo sizning millatingiz Uyg'urga aytgan, tayyorlagan bir kun bordir. Hammamizni shu kunni ko'rishga nasib qilgay. Bu bizning Xudo qo'ydigan iltijoyimiz va umidimiz, hurmatli vatandoshlar. Endi vaziyat kelaylik, vaziyat to'g'risi gap qilsam, birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden apandiga alayda rahmat aytamiz. Chunki bu qatam 15-kuni Kentucky universitetida so'zlagan dot kishilik huquq markazi binosida so'zlagan nutqida ayni chog'da Hitler Germaniyasi va Nürnberg sudi bilan hozirgi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosiy qirg'inchilikqa teng barobar o'ringa qo'ydi. Buning uchun Uyg'urlarga shunchalik ko'ngil bo'lgani uchun prezident Joe Bidenga rahmat aytamiz. Endi so'z iboraning harakatga aylanishini, harakatning so'z iboriga aylanishini, bu muqarrar, hayotda muqarrar. Shundaq aylanishini biz Uyg'urlar o'tkazimiz bilan kutamiz. Hurmatli prezident Joe Biden. Sizga rahmat. Hükümetinizge rahmet. Ondan bu haberni tercüme qilib radio qo'yib bergan muxbir Juma apandiga rahmat. Men inglizcesini bilmayman, lekin shunday chiroyli tercüme qilibdi bu maqolani. Rahmat muxbir Juma apandi. Manda ishlagan vaqtinglarda rahmat deymiz. Kerak yo'q, sizlar yaxshi ishlayapsizlar, chetaq yo'q. Rahmat deymiz, lekin bir masala bu yer nima desangiz, men buni avval to'g'ri betida ko'rib, mening hayron qolasiz vatandosh. Balki hayron qolmasligimiz mumkin. Nima ish qilsangiz, uni diqqat qilayotgan odam bo'lmasangiz, ko'ngil bildigan odam bo'lmasangiz, buning hayron qolmaysiz. Men to'g'ri betda birinchi qatim ko'rib aytsa, va men to'g'ri betini qaytalab ochdim. Xitoy tilida yozma shaklda bu xabar berilmadi. Cungo'ga nazar to'g'ri betini açtım, yazma şekilde bu haber verilmedi. Hatta Amerika ovozini açtım, yazma şekilde Xitoy tilida bu haber verilmedi. Hayron qoldim. Yoki men xato ko'rdimmi, ko'rmadimmi, buni kechiringlar. Men hayron qoldim. Diqqat vatandosh. Demokrat Xitoy bo'lsin, yoki asliyatki Xitoy bo'lsin, Gomindan Xitoy bo'lsin, komünist Xitoy bo'lsin, Xitoydir, baribir Xitoy vatandosh. Har qanday qiladi, u baribir Xitoy. Demak, bugun Oqsaroydan chiqayotgan shundaq muhim xabar. Prezident Joe Bidenning Kentucky shtatida 4 kishilik huquq markazida so'zlagan so'zini sen Amerikada nayib turib, Amerika ovoziga, Kanadada nayib turib, Vanvit orbitiga, Tayvanda Amerikaga yo'linib turib, Tayvanda Cungo'ga nazar torbatları, Vanvit torbatları Xitoy tilida xabar qilmasang, mening shundaq demakdan boshqa charam yo'q vatandosh.
Endilikli vaziyet kileyle Rusya nime degen edi? Tayvan boğazı kural işiltişke bolmaydı. Endilikli çok tünügüllerden Cungo bilen Rusya'nın deniz armiya parxotları Tayvan boğazının atrapı derbiman mürkildi. Acayip cahan bu. Bunun sebebi nime? Tayvan boğazından Amerika Qo'shma Shtatları bilen Kanada'nın harbiy parxoti üzüp öttü. Meclisi kirip öttü dene vatandaş. Üzüp öttü. Hani millet üzüp öttü, ketti, keldi dep durdu ekenmiz. Buna hayran kalmaysızlar vatandaş. Vaziyet muşunda peyda bulduğun narsa eken. Bizden sizden tileydiğimiz vaziyet şundak bolsun. Lekin herkes güldür ve yağmur yok vaziyet bulup kalmasın. Xuda bir yaktan bir çakmak çakıdı. Dünyada tuyuksuz vakalarının yüz birişini hiç kimge eğitip biremeydi. Hiç kimge avval aldın. Malumat verilmedi. Çünkü vaziyet bu havarayı emas ötedir. Vaziyet o başqaça rayı, o başqaça nəsə hörmətli götəndişi. Bu şundaq deyil, Cungo'nun işki kısmı kileyle hazır 6. 19. növbətlik 6. umumjığın eçildi. Xitay torbetri xil tərcümə qılıvatıdı, təhlil qılıvatıdı. Li Muyang. Büyük İran torbetinin obzorçusu Li Muyang dedi ki, ihtimal iqtisatının çekinişi Reis Xi Jinping'ni endi yana qaytı bir növbətlik reis bo'lishga mümkünlük vermezligi mümkün degan xulosadan chiqadi. Bu asta keladi. Andan keyin Jinping shu nima dedi? Kechiringlar. Ayni chaqda Stalin Mao Tayvanga hujum qilish talabiga yo'q degan edi. Ana aksicha Choshan urushini qo'zg'adi Stalin dedi. Bugun Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Jungo'ning Tayvanga hujum qilishiga yo'q dedi. Lekin iş qandaq bo'ladi. Ayni chaqdagi tarix hozir takrorlandi, lekin ish qandaq bo'ladi. Jinping shunday savol qo'ydi, ish qandaq bo'ladi. Shu chaqda Tayvanga hujum qilaman deb turayotgan mavzudan majburiy oldi. Choshanga hujum qilishga majburlandi dedi. Bugun Tayvanga hujum qilaman degan Xi Jinping qayerga hujum qilishi mumkin deb savol qo'ydi Jinping vatandoshlar. Anden tünügün 18. gün ettigende, bugün 19. gün ettigende, Tayvan'daki işki tor film televiziyası, pulga qaraydigan yilla ve ciddi peytle, yani halkılık peytle. Oxşaşlı bir cümleni işlet. Goja vizidi. Xitay tilida. Buna ma'nosi nima? Davlat krizisi. Siyasi kriz, iqtisodiy kriz, madaniyatil ma'rif krizi, jamoat ya ijtimoiy kriz, ijtimoiylashgan turmushdagi kriz, ochliq krizi bu o emas. Yoki yiqilg'u yoki energiya krizi o kriz emas. Balki mushlarning hammasi qo'shib hozir Jungo Kompartiyasi go'javizi, yani davlat darajali krizga duch keldi. Hozir Xitoylar bo'lib Tayvandagi İşki torbetinin tahlili kündüba, şembe yok, kündüba naytı ciddi kilovatıdır. Onlar da takiplevatkan bir nokta Tayvan, boğazı, Tayvan'ın hali, kelgüsü ve haziri entayin xatar işidir. Şundaqla Tayvanlik məxsus adamın bu qatın Washington'da gelip görüşüp, hep 16 bu ayrı planını muddatdan burun set berishni talab qildi Amerika Qo'shma Shtatlardan. Bularning ismi og'zimda qolmay qoldi, kechiringlar. Yani bir aylanib kelgan vaqt ko'rishimiz vatandoshlar. Hozirgi vaziyat mana mushu yerda hurmatli vatandoshlar. Endi Jungo Kompartiyasining siyosiy hokimiyati rahbarlik qatlamida o'zgarish yuz bersa bu dunyoga qanday ta'sir ko'rsatadi? Amerika Jungo munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Uyg'uristondagi irqiy qirg'inchilik siyosatiga yana qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu siyosatlarning ichida eng muhimi bizning millatimiz Uyg'urning masalasidir vatandosh.